Oxirgi paytda o'sha mashhur Titanik cho'kkan joydan odamlarga sirli SOS yordam chaqiruvi muntazam ravishda kelayotganligi haqida ma'lumotlar tarqaldi. Ma'lumot uchun eslatib o'taman, ushbu fojia 100 yil oldin Shimoliy Muz okeanining eng sovuq nuqtalaridan birida ro'y bergan. O'sha voqeadan keyin aynan Titanik cho'kkan joydan bir necha marotaba g'ayrioddiy yordam chaqiruvlari signallari kelib tushgan. Birinchi yordam chaqiruvi esa Britaniya kemalaridan biriga kelib tushgan va ular shu zahoti yordamga oshiqishgan. Lekin chaqiruv nuqtasiga borishganda ular hech nimani topa olishmagan. Bu holatni shunchaki tasodif yoki-da texnik nosozlik deb aytsak bo'lardi, qachonki 6 yildan keyin bu holat yana takrorlamaganida. Shundan keyin har 6 yilda o'sha aynan Titanik cho'kkan joydan o'tayotgan kemalarga yordam chaqiruvi hozirgacha kelyapti ekan. Lekin allaqachon Titanik suv tagida cho'kib yotgan bo'lsa, o'sha yordam chaqiruvlarini kim jo'natyapti? Olimlar ko'p yillar davomida ushbu signallarni kelib chiqishini o'rganib, tushunishga harakat qilishgan ekan. Biroq olimlar o'sha signallarning tarkibini aniqlashgandan keyin ushbu dahshatli xulosaga kelishdi. Bu signallarning ma'nosini eshitishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring. Rostdan ham ularni eshitishga tayyormisiz yoki-da yo'q? Agar javobingiz ha bo'lsa, shunchaki TikTokka последний signal deb yozing. TikTok yo'qlar uchun Telegram kanalimizga ham videosini yuklaymiz. Bu voqea bo'yicha o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.